Peygamberimiz Aleyhisselam merhamet kılarlar ki innallâhe rafiqun yuhibbur rifqa. Yani Allah Teala mülayimligini yaxshi ko'radigan zot. Allah o'zi muloyimdir. Allah muloyim bo'lmaganda siz bilan bizga qattiq xitoblarni qilardi-da. Qur'ondagi hamma xitob, hamma buyruq Allohning siz bilan bizga buyruqlar muloyimlik bilan buyruq qilingan. Birorta bir buyruq qattiq buyruq yo'q. Hamma buyruqlar ey bandalarim dedi. Ey mo'minlar dedi. Ey musulmonlar dedi. Ey insonlar dedi-da. Birorta bir buyruqda bir ohang yo'q, yomon ohang. Qur'on eshitganmiz-ku? Qur'on hammaga yoqadimi? Qur'on yoqadi eshitsak. Har bir oyat yoqadi, har bir harf yoqadimi? Allohning so'zi hammasi muloyim so'z gapirgan. Allohdan muloyim zot yo'q. Alloh innalloha rafiqun yuhibbur rifqa deyaptilar Rasululloh. Halim zot Alloh. Qancha banda gunoh qilsa, shuncha kechiraveradi. Bandam kechirdim deydi, kechirim so'rasa. Muloyim odamga bu xuluqdan boshqa xuluqli insonga bermagan narsani muloyimli insonga berar ekanda. Hatto jon olishdan farishtalarga aytar ekan, bu bandamning joni muloyim, qiynamasdan ol der ekanda. Qo'pol odamning jonini qo'pollik bilan olinadi. Muloyim, halim odamni farishtalar ham muloyimlik bilan, halimlik bilan jon olar ekanda. Shirin so'zning ziddi qo'pollikda Allohga yoqmaydi bu. Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'ldilar. Biror bir hatto Hazrati Anas roziyallohu anhu 10 yil xizmat qilgan xizmatkorlar biror marta bir qo'pol gap eshitmadim dedilar. Qattiq gapirmadilar biror marta. 10 yil tasavvur qiling, bir odam xato qilmaydi. Ertalabdan kechgacha bir odam ishlasak, kechgacha necha marta so'kib yuboramiz, necha marta baqirib yuboramiz. O'zimizning farzandimizga qancha baqirib yuboramiz. Rasululloh 10 yil qattiq gapirmabdi-ya, baqirmabdi. Hazrati Anas roziyallohu anhu. Hammaga shunday bo'lganlar. Onalarimizga ham shunday gapirganlar. Hatto nabiralariga ham biror marta ovozlarini ko'tarmaganlar. Ayniqsa Madina-i Munawvaraga borganda odam ovozini ko'tarib bo'lmaydi. Mana haj umralar juda serob bo'ldi-yu. Madinada baqirib bo'lmaydi. Kim Madinada baqiribdi, u qattiq gunohkor bo'ldi. Baqirish tugur ovozni ko'tarib bo'lmaydi. Ovozni pastlatib, Hazrati Abu Bakr Siddiq juda ham past ovozda eshitilmas Madinada yurar gapirar ekanlar-da. Chunki Rasulullohdan ovozimiz baland ko'tarilib ketmasligi kerak edi. Chunki oyat bor. Estaizu billahi ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum. Ey iymon keltirgan bandalarim deyapti, siz bilan bizga aytyapti. La tarfa'u aswatakum. Ovozlaringizni ko'tarmang deyapti. Mana shu joydan ko'tarmaslik kerak. Ba'zi odam baqirib gapiradi-ku, u yaxshi emas u. Hatto bir-birimizga ohang bilan gaplashishimizda qanday gapirish Alloh o'rgatadi. La tarfa'u deyapti. Ovozingizni ko'tarmang deyapti. Ovozini qancha pastlatgan odam shuncha yaxshi odam deyapti-da Qur'onda Alloh. Innallazina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika allazina imtahana Alloh qulubahum littaqwa. Yaghuddun deb shu ovozini pastlatgan odamlar Rasulullohning oldidagi sahobalarni aytayapti bu. Siz bilan biz endi ota-onamiz oldida ovozimiz qancha pastroq qilsa shuncha yaxshi bo'lamiz. Shuncha Allohga manzur bo'lamiz. U insonlar deyapti Alloh taqvolik bandalarim deyapti. U bandalarim taqvolik deyapti. Lahum maghfiratun va ajrun azim. Ularni gunohini kechirdim deyapti. Qarang, ovozni pastlatib gapirib gunohni kechirishligiga sabab ekanda. Va ajrun azim. Katta mukofot beraman ularga deyapti.